Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Yana bir ajoyib dastavkamiz Ellikqal'a Bo'stona bo'ldi. Hozir yana dastavka etib qodirmiz. Hozir uyg'ashtamiz. Inshaalloh hozir olib borib egalarini topshiramiz. Videoni oxirida ko'rasizlar. Necha so'mga sotildi, nega gap so'z bo'ldi? E'tibor uchun katta rahmat. Va nihoyat olib keldigina Bo'stonaga keldik. Hurmatli obunachilarimiz. Sportiv mototsikllarimizni o'z egasidan topshiramiz hozir. Bandaratda bozor bor yana. Bozorning yanında. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun 21-mart 2025-yil Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Bo'ston shahrina sportiv mototsiklimiz dastavka asosida kelib berdik. Dastavkamiz mut bo'ldi. Karburator motor bo'ladi, 250 kubalik bo'ladi. Elektronli tablo, pultda yanadi, pultda o'chadi. 150 tezlikka chiqadi maksimalli. 5 litr asfalt etadi 100 km. 8-9 sekundda chiqadi. Naqd pul asosida 25 million so'm berdik. Ağa, tabriklayman. Xayrini ko'ring, ezilaring taqib bo'lsin. Rahmat. Bonuslarni sportivniy kaskasini qo'shib berdik. Kelaverasizlar, shunday mototsikllarimiz kerak bo'lsa bizda ko'p. Aytganingizdek dastavka etib beramiz. Sog' bo'ling, boy bo'ling. Bitta like bosib qo'yasiz. Rahmat.